Bugun respublikamiz bo'ylab kitobsevar millat shiori ostida 6-respublika kitobxonlik haftaligiga ham tantanali ravishda start berildi. Ushbu ma'naviy-ma'rifiy tadbir Toshloq tumani Axborot kutubxona markazida ham ko'tarinki ruh, iliq muhit va yuqori kayfiyatda boshlandi. Ochilish marosimida tuman hokimi Abduqahhor Dajurabayev ham ishtirok etib, barchani ma'naviy-ma'rifiy tadbir bilan samimiy tabrikladi hamda yoshlarni kitobxonlikka yanada keng jalb etish mumkinligi haqida alohida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, kitobxonlik haftaligi doirasida buyuk adib Abdulla Qodiriy qalamiga mansub hikoya, ochiq va hajviyalar to'plama taqdimoti o'tkazildi. Maktabga 12 yoshimdan esa katta maktabga. Tadbir davomida kitobsevarlar, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari bir joyga jam bo'lib, kitobga bo'lgan mehr-muhabbatni yana bir bor namoyon etdilar. Qiziqarli chiqishlar, ijodiy lahzalar, kitoblar olamiga chorlovchi har bir daqiqalar barchaga unutilmas taassurotlar ulashdi.